Yo, what's up, nigga? Bolalar, bugun sizlar bilan tualetning ikkinchi qismini olamiz. Ya'ni tualetda vjivvani, ya'ni. Qarashdik bolalar, biz o'tgan qismda faqat mana shu unitazning o'zida vjivvani qilgandik. Va keyingi qismda biz boshqa o'rinlarga ham boramiz degandik va mana o'sha qism endi biz go boshlaymiz. Agarda yanada ko'proq zo'r kontentlar chiqishini xohlasangiz, shu videomizga bittagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar, sizlarga ishonaman, bittagina like jalk emas. Agarda yangi video chiqishini xohlasangiz, qizil belgidagi obuna tugmachasini bosib qo'ying. Qarashdik bolalar, mana bu yerda oy, bu yerda esa oy. Ko'pchilik mana shu uyga boringlar dedi. Demak, biz ham mana shu uyga bormaymiz. Hazilni bir chetga suramiz. Da go bolalar, biz boshlaymiz. Mana shu uydan boshlaymiz birinchi o'rinda. Ozgincha daraxtlar kerak. Men o'tgan safargi almazlarimdan bitta tapor yasab oldim. Bu bizada elitran uchrayotgani ham bor. Xo'p, go biz endi ketdik o'sha uyga. O'zi yetib borar ekanmizmi? Yo what? O'zi yetib olar ekanmiz. Yo, okay. Mana qo'yib biz uyga keldik. Let's go uyga chekiramiz. What? Hasan Husan? Yo what the? Mayli, kerak emas sizlar. Yo what the? Okay, no. Olmadim besin. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqamiz. O'tirish joylari, bu yer balkon, xo'p, bu yerda nimadir bor. Uchinchi qavatim bo'lsa hali. Yo, okay, let's go. Mana mayli. Orqalarga nima bor? Bo'ldi, все. Hamma shu uyga kelishimni xohlagandim. Mana uyda ikkita Hasan Husan o'tiribdi. Bu o'rinlarga ham boramiz. Yo what the? No, pastga ham o'rol bor edi. Stop. Yo, olmadim besin. Gobolini biz men xohlagan kattagan joyga, ya'ni wow, ichida ko'rib o'zim borgim kelyapti. Qaranglar bolalar, ichi to'la narsa. O'sha yerga borishni xohlaganim, chunki u yer katta joy. Bitta videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Yo, what the? Buni ham sinab ko'ramiz, o'zimiz bora olar ekanmizmi? Go. Xo'sh, o bora olar ekanmiz. Let's go. Wow, yomon tushdim. Yo, what the? Pastga tushib ketayotgan yo'l. Demak, biz birinchi o'rinda mana shu yerni sira-siralarini ko'rib chiqamiz. Go. O'lib ket. Let's go. Miyamga qatal qopdi o'qi. Yo, what the? Tepalikdan suv tushayotgan ekan, shu tepalik bilan tepaga chiqib qolamiz, a? What? Yo, ne omadsizman, aynan shuni ustiga tushganman. Mana shuni ustiga tushishim kerak. Okay. Yo, what the? Yo, what? Men yana bu yerga qaytib keldim, lekin mening ko'p narsalarim yo'q. What? Sanda? Yo'qolib tur. Taporni olamiz, a? Menda qilich yo'q. Bor yo'qol. Ol. Yaxshi. Mana bu yerda sandiq bor. Xo'p, temir 3 ta. Okay, let's go. Yo, what? Spawn topish kerak. Yo, toshpaska, o'lib ketaman. Yo, bo'lib, bu yerga kirmaymiz, ha. Izlash bu yerdan ketishimiz kerak. Let's go. Xo'p, tepadagi akvariumga boramiz, ha. Asta. Yo, what? What? Qo'rqib ketdimmi? What? Bu yerga kirish nohaqlik. Mana shu yerga kirishimiz kerak, mana bu uyga. What? Mana shu orolga kirsak, go. Bu o'sha unitazning o'zi. Xo'p, bu yer o'sha portalga o'xshatdim, ammo bu portalning qolgani qani? Bu yerning ham qanaqadir sirli joyi bormi? Kirka yasab olishim kerak, kirkam yo'q ekan o'sha. What the? Okay. Okay, mana keldik. Xo'p. Bu yerda obsidian bittagina yo'q lekin. Xo'p, ikkita temir kerak qolar. Xo'p, bizda bitta obsidian bor, lekin bu yerga juda ko'p obsidian kerak. 1 2 3 4 5 6 ta obsidian kerak. Buning qanaqadir yana sirli joyi bor. Okay, pastga tushamiz, a. Xo'sh. Uylar izlatib. Go, boshqa joyga ketamiz endi. Ya'ni tankli samolyotga mana o'sha orqasida ikkita sandiq bor. Hamma xohlagan tankli samolyotga boramiz endi. Go. Men ham xohlagandim tankli samolyotga. Juda boshqacha qaranglar. Tank lekin usti samolyot. Bilan, astag'firulloh. Bo'ldi, yaxshimisizlar? Qarashdik. Osmondan sizlarga bitta dahshat kanali tavsiya etish uchun keldim. Minecraft School kanali. Qarashdik bo'ldi. Bu kanal eng zo'r kanallardan biri. Hozir do'laring 30 ta obunachisi. O'tgan mundada ko'proq obunachi yordam berasiz, obuna bo'lish tugmasi mana bu yerda. Qarashdik, bu kanalda Minecraft School bo'yicha eng zo'r videolar olib boriladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yish tavsiya etaman. Kanalni qayerdan topamiz deysizlar? Kanal описаниеda va kommentda bo'ladi. Albatta o'tib hozir obuna bo'lib qo'yinglar va video oxirigacha ko'rasizlar. Kanalga obuna bo'lib, eng oxirgi videolarda hozir bitta videosi bor. Eng oxirgi videolarda hikada salom deyish qoldirishingiz chiqmasin, bo'ldi. Esdan chiqmasin, bo'ldi, men ko'ra olaman. Karoshdek bo'ldi, osmondan belim bilan tushdim, shu uchun ozgina yotib olmasam bo'lmaydi. Yo, bismillah. Okay, halokatli qo'nishmadi. Olma, potato, uni ustida ham potato bo'lmasa bo'ldi. Xo'p, tepaga chiqamiz, a. Yo, what the? Okay, mana. Go, let's go. Nima bor? Okay. Ichida ham nimadir bor ekan. Bizda hech qanday richak yo'q. Lekin bizda kerka bor. Let's go. Tankni ichiga kiryapman. Wow, brat qalaysiz? Bosh qilayotgan joy. Hech nima bo'lmabdi-yu. Nima? Sandiq.
U ikkita tenta non vani qo'yadi. Menimcha buning hech qanaqa sirasi qolmadi. Nima qoldi? Nima? Yo, what? Sizlar qo'rqishim mumkin, lekin men qo'lmayman. Yo'q. Endi biz mana bu yerga boramiz. Endi xayolim keldi, bu tualetning bo'lmagan. Yasigo shunday degan fikr keluvdi, endi mayli. Lekin rostdan ham tualetning bo'lmaganga o'xshaydi. O'sha payt lekin men o'xshatmagandim. Tualetning bo'lmaganidan elektr topdi. Yana ikkita olma. Let's go, uygacha. Yo, what the? Ustida mashina, ya'ni Polsha. Yo, boshqa davlatning bayrog'imi. Lekin biz o'yinni zaft etdik. Wow. Yana elektr. Okay, mana bu yerda ham eshik bor ekan. Let's go. Yo, what the? Xo'p, mana bunisini biz olsak. Go, tushamiz. Bu yerda ham shetel bor ekan. Oyga shetel nima qilyapti? Yo, what's up, bro, man? Xo'p. Totem. Wow. O'ta go'zal. Yo, mana buni ko'rmay qolma. O'lib qoldim. Yaxshi totem bor ekan. Nima bor? Totemni yo'qotganimga arziydigan narsa bo'lsin. Xo'sh. Kuz. Biz endi bitta bor etgan joyimiz. Creeper. Qansan? Mana creeper. Obunachilar tez gapirib o'taman, zeriktirib qo'ymaslik uchun bitta o'yin chiqdi, agar bilsanglar, Grand Mobile degan. Xo'sh, bo'ldi, u o'yinni sketchat qilib olmasanglar bo'lmaydi, chunki u o'yin telefonda GTA 5 o'yini versiyasi. Bo'ldi, shu videoning tagida, ya'ni opisiyaniyada qanaqa sketchat qilib olish videosi bor. Video tagidagi ko'k havola orqali hech qiyinchiliksiz sketchat qilib olsangiz bo'ladi. Siz o'yinga kirganingizda u yerda xohlagan mashinangizni, o'zingiz tasavvur qilgan mashinangizni, Matiz, Nexia, Damas xohlagan mashinangizni minishingiz mumkin va xohlagan eng zo'r uylarni olishingiz mumkin. Hattoki do'stlaringiz bilan onlayn o'ynashingiz ham mumkin. Lekin sizlar hozir kirganingizda hech qanaqa pulingiz yoki uyingiz bo'lmaydi. Shuning uchun men sizlarga bitta dahshat syurpriz tayyorlab qo'ydim. Birinchi kirganingizda promo kod degan joyga kirib, hacker promo kodini tersanglar, 30 ming so'm pulga ega bo'lasizlar. 7 kunlik VIP va Mercedes-Benz gelik avtomobilini sizlarga syurpriz qilib qo'yganman. Ko'bolla. Eng boshiga qo'namiz creeperni. Yorib olsa, bu yerni kallasidan what the okay, mana uje bitta mana buni yo'q qo'yib borsam, ketgancha bayram qilib ketayganmiz bola. Yo. What the qayerga kelib qoldi? Bo'l, tushunadi. Okay, almas, u creeperni o'zi. Let's go. O'tsa bo'lar ekan. Yo, what? Tushib ketadi bu. Ol. Yo, o'zgara qoldi, yomon emasmi? Go, bitta o'qimiz qoldi. Yo, tiydi. Yo, what? Yo, qoch bu yerda. Qoch. Creeper qanoti bilan o'zi qopdi. Biz mana bu pastga ham tushib ko'rishimiz kerak edi. Go, let's go. Okay. Go, kiramiz endi nima bor ekan? Teskari dunyo. Mana teskari dunyoga ham keldik. Let's go. Mana shu teskari. Shunlarga men teskari bo'lib keldim men. Boshim ham teskari ketdi. Oddiy tapor. Prosta yo'q ekan. Yo'q, oddiy emas ekan. Mana yerda nima bor? Chiqishga to'g'ri keladi. Mana go tipa. Let's go. Let's go. Wow. Yana bitta litra, oddiy narsalar. Xo'p, jonni ko'paytiramiz da go. Xo'sh, spamni sirasiz buzishimiz kerak. Let's go. Okay, go unskam. Yo! Sizlarga qarab o'tirmayman, spamni buzishim kerak. Biz yaxshi. Keyin bir gap. Itam duqing. Xo'p, bo'ldi. Biz mana shu yerni egalladik. Endi bu yerda nima bor? Yo, what bitta amakisi qolib ketdi-yu. Bu yerda nima bor? Go. Sandiq. Nima bu? Mayli olib ko'ramiz. Yana nimalar bor? Bu yerda nima? Uymi? What? Nima bu? O'lib qolaman hozir. Joyim kabaga. Chak. Yo, yarimta joy bilan chiqib qoldik. Yaxshi. Let's go. Xo'p, pecheni, almas, go ketdik. Chiq. Let's go. Go. Yo, what? Nima bor? O'lib ket. Yaxshi, zato hammasini o'ldirdim. Go, endi u yerni creative'da ko'ramiz. Creative'da o'tib, qanaqa nimalar borligini ko'ramiz. Go. Yo, let's go. Qani, mana o'sha yer. Bu yerda kema ham bor ekan, kemani ko'rmanman. Xo'p, bu yerda ham sandiq. Wow. Bu yerda ostanovka bor ekan. Xo'sh, ostanovkada nimalar bormi? Bu yerda hech nima yo'q edi lekin. Bu yerda ham nimalar bor ekan? Rancho. Okay, tushunarli. Xo'sh, bu yerda nima bor? Tort. Okay, yeymiz.
Xo'p, buni ichida 3 ta ko'ni bilan bitta pishirilgan baliq, bu yerda u arbalit. Xo'p, bo'ldi. Mana shu yerda video o'z nihoyasiga yetadi. Albatta videoga like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men sizlardan minnatdor bo'lar edim. Albatta videoga like bosib, kanalimga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, bunda da qiziq videolarni o'tkazib yubormaysiz.